Allah'ның Allah degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Tövende diqtanlarga Abduveli Qari Rahimullah'ның Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah'ның güzel isim sifatlarının qısqacha tafsiri derslikidan Allah'ның Allah degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar temasini o'qiymiz inşallah. Rabbimiz Allah'ның güzel isim sifatlarının qısqacha tafsiri. Birinci, Allah'ның Allah degan ism sifatlari haqidagi tafsiri. Allah degan xas ism Qur'on-i Kerimda 2815 qitim kelgan. Allah haqiqiy mavjudning butkul ilahiy sifatlarning ma'nosini o'z ichiga olgan tarbiyachi sifatlari bilan sifatlangan haqiqiy mavjud bilan yegona bo'lgan ma'budning ismidir. Bu yerdagi hamma mavjudat Allohga muhtoj. Hamma mavjudatni Allah subhanahu va taala yaratgan. Başqa 98 ismlarning hammasi Allah subhanahu va taolaning ismi bo'lgan Allah degan ismning tahtiga daxildir. Bütün mavjudat hammasi yo'qdan bor bo'lgan, ya'ni Allah yaratgan. Hamma mavjudat Allah subhanahu va taolaga mansubdir. İnsanning Allah ismiga nisbatan buningga Allah subhanahu va taolo tarafidan berilgan nisibisi shu bo'lish kerakki, onun qalbi Allah'a bağlanğan bo'lishi, Allah'ның o'zidilla umid qiladigan bo'lish kerak. Chunki yegona haqiqiy mavjud bo'lgan Allah deb e'tiqod qilgan kishi Allohdilla umid qilishi va Allohdilla qo'rqish kerak. Hamda Allohdan boshqa bütün mavjudatning hammasining fani ekanligini qat'iy bilish kerak. Peygamber aleyhissalatu vesselam shundoq deganki, haqiqiy söz labi shoir aytgan so'zki, Allohdan boshqa hamma mavjudat batil bo'ladi. Ana Allohning ism sifatini bilgan kishining shu ism sifatdan olgan nasibisi. Faqat Allohdan umid qilib, Allohdan qo'rqishi keraklikdir. Haqiqiy mavjud deb Allohni bilish kerak. Qur'on va hadislarda Allohning bu ism sifatlariga aloqador tövendiki mazmunlar tilga ilingan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Sure Fatiha 1-2 ayetler. En şefkatlik, en mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Cemi hamd sana alemlerinin Rabbi Allah'a xasdır. Qul id'ullaha avid'ur rahman. Sure İsra 110. ayet. Tercümesi Allah deb atsanlarmı buludu. Rahman deb atsanlarmı buludu. Qaysini atsanlar en güzel isimler Allah'nındır degin. Namazında qiraatni müşriklar anlap sana aziyet yetkizmeslik üçün yuqur ovoz bilan o'qimag'in. Mu'minlar anglayanmay qolmaslik üçün past ovoz bilan o'qimag'in. Ularning orasida o'ttir yo'l tutqin. Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan. Bir kishi Allah Allah devatgan holatida qiyomat qoim bo'lmaydi. Muslim 393. hadis. Hadiste mundaq kelgan. Allohga ismlarning eng suyimlikroq bo'lgani Abdullah, Abdurrahman degan ismlardir. Sahihul Muslim 5709. hadis.